Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Keyingi darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan spelling o'tamiz. Spelling bu ingliz tilida harflab aytib berish degani. Keling buni batafsilroq o'rganamiz. How do you spell your name? Ismingizni harflab aytib berishni so'rayapti. How do you spell your surname? Bu esa familiyangizni harflab aytib berishni so'rayapti. Misol uchun, mana bu suhbatni o'qiydigan bo'lsak, batafsilroq tushunib olamiz. Xo'p. What's your name? My name is Ali. How do you spell your name? A-L-I. What's your surname? My surname is Tursunov. How do you spell your surname? T-U-R-S-U-N-O-V. Keling yana bir marta o'qiymiz. Mustahkamlash uchun. What's your name? My name is Ali. How do you spell your name? A-L-I. What's your surname? My surname is Tursunov. How do you spell your surname? T-U-R-S-U-N-O-V. Keling endi men sizlardan shu savolni so'rayman. Siz savolni so'raganimdan keyin videoni pauza qiling va o'zingiz javob bering. How do you spell Jack? How do you spell William? How do you spell Jonathan? Keling endi javoblarni birga tekshirib ko'ramiz. How do you spell Jack? J-A-C-K. How do you spell William? W-I-L-L-I-A-M. How do you spell Jonathan? J-O-N-A-T-H-A-N. Va shu kabi tarzda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz shu edi. Ko'rishguncha.